Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar. Siz ko'rib turgan manzil qandaydir Uzun bog' emas, balki Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangiro'zg'or mahallasida tashkil etilgan uzun voyishlik ko'cha. Bugun biz sizlar bilan ushbu ko'chada odamlarning yashash sharoitlari, qanaqa qilib bu ko'cha tashkil etilganligi haqida qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Hozir kameralarimiz obyektivi qanaqa darajada ushbu tasvirlarni jonli olib bera olyapti bilmadim, biroq ko'z bilan ko'rganda haqiqatdan da bir mo'jiz maskanligiga guvoh bo'lasiz. Qiziqarli jarayonlar hali oldinda. Rahimovning xonadonlaridamiz. O'tkir aka aynan shu ko'chalarda ham uzun voyish tashkil bo'lishiga asosan o'zlarining hissalarini qo'shgan, asos solganlar. Ko'rib turibmiz, hozir kirganimizda ham uyingizda nabiralaringiz bilan birgalikda shu jarayonlarni qizg'in olib boryapsiz. Xonchilik, bog'dorchiligimiz ham yaqinlashib qoldi. Bir oy vaqt qoldi o'rtada. Mana ko'chamizda ko'rgansizlar, oldin ham shu gaplashganmiz, shu uzun voyishlari ko'tarilgan. Mana ko'chaning oxirgi ishlovlarini berib, endi mana uyga kirdik. Birinchi ko'chani qilamizki, uyga kiramiz. Qoida bo'yicha ko'chamiz chiroyliroq turadi. Har doimgidek shu mana bu yil hosillar yaxshi, yomon emas. Bog'dorchilikka yaxshi mos bo'lyapti. Mana ko'p uzumlarda kasallik yo'q, yaxshi. Endi natija xudo xolasa kutilgan natijalar, mana hozir uydan daromadni olib, ko'chadan ham qo'shimcha daromad olyapmiz. Kelayotgan foydasidan ko'ra bu ko'chadagi mana ahillik, hamjihatlik, ko'chani toza ozodaligi, doim bir oshcha narsa turmaydi. Kelgan odam bir bahri dili ochilib, xursandchilik, yaxshi kayfiyatda ketadi. Mana odamlarimiz ham qaysi mana shukrona kayfiyatida hammasi. Mana tungi chiroqlarimiz bor, ko'chalarimiz tekis ravon. Farzandlarimiz mana kechki ovqatdan keyin to'liq yorug'da chiqib, sog'lom turmush tarzini, hojonalar, mevalarni olib chiqadi, sayr qilishadi, sayr bo'lib ketadi kechqurunlari. Bizni xursand bo'lgan joyimizki, mana eng asosiy xuddi o'zini hovlisiga qaraydi ko'chaga odamlarimiz hamda shunga hamma ko'nikdi, qaradi, hammaga yoqyapti. Hammada shukronalik kayfiyati bor. Mana hozir tomorqasida ko'p xonadonlarimiz mana o'zimiz qilganmiz, qo'shnilarimiz ham ko'rib, tomorqadan ham qo'shimcha yana daromad olyapti. Qariyb 2 soat mobaynida ushbu mahallada syomka jarayonlarini amalga oshirdik. O'zimiz ham miriqib tomosha qildik, ammo manzilni tark etgimiz kelmayapti. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz azizlar, aynan xuddi shu ko'cha kabi manzaralar, manzillar, uzun voyishlar Uzun tumanining 9 ta mahallasida yana joriy etilgan. Ayni vaqtda ular jarayonda, uzumlar ekilgan. Yana bir necha yillardan keyin boshqa manzillarda ham shunaqa ko'rsatuvlarni olib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting.